Muhammadjon, Radnoy ming bor uzr rosa kuttirdim, lekin kutganingizga yarasha shikolat varianti oilaviy hamda zamonaviy Sovest S09 dan topib qo'ydim. Radnoy, mashinaning turishiga o'z bitta baho bering. Faralarni qarang, unaqa faralar hammaga yoqadi. Sizga ham yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'ying. 2 litrli turbo dvigatel, 254 ot kuchiga ega ekan. Balonlarini qarang, 20 dyuymli Michelin balonlar. Slipovoy zona, besключевой достуp, 360 kamera. Salonini aytmaysizmi? Yashaging keladi, go'zalligini qarang. Multifunksional обогревli rul, kattakon monitor. Sidinalarni aytmaysizmi? Ham isitar ekan, ham sovutar ekan. 8 dinamikli Sony akustika, xolodilnik deysizmi? Bespроводной zaryadnik deysizmi? Hammasi bor ekan. Yangi svejiy mashinani salondan olganga yetmaydi. Radnoy o'zingiz bitta bosib olasizmi? Ancha-muncha bizneslaringiz bor. Mashinalaringiz qatoriga oilaviy 7 kishiligidan bitta olib qo'ysangiz. Muhammadjon, Radnoy, bilaman, Muhammadjonlar shedriy bo'lishadi. Oilangiz uchun, oilangiz komforti uchun bosib olasizmi? Avtomobil narxi 403 milliondan 429 milliongacha ekan. Oqidanmi, qorasidanmi? Bosib oling, Radnoy. Agar video yoqqan bo'lsa, Muhammadjonlarga jo'natib qo'ying. Manzil Andijon shahar, 80 metr ko'cha. Batafsil ma'lumot olish uchun ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qiling.